Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan qanaqa turdagi tovar belgilari ro'yxatdan o'tkazilmaydi, o'sha to'g'risida ozroq ma'lumot berib o'taman. Men Abror Amirqulovich Normanov, rasman patent vakili sifatida litsenziyaga egaman. Sfera patent kompaniyasini rasman rahbari hisoblanaman. Bizning kompaniya 4 yildan beri aynan shu tovar belgilarini ro'yxatdan o'tkazish yo'nalishi bo'yicha ham doimiy tarzda biznes egalariga, tadbirkorlarga xizmat ko'rsatib keladi. Do'stlar, xullas kalom, qanaqa turdagi brend nomlari patentdan o'tkazilmaydi. Tovar belgilari, xizmat ko'rsatish belgilari, tovar kelib chiqqan joy nomlari to'g'risidagi qonunimiz bor O'zbekistonda. O'sha qonunda 10-moddasida aniq yozilgan qanaqa turdagi tovar belgilari ro'yxatdan o'tkazilmaydi. Bular to'g'risida sizlarga ozroq qo'shimcha ma'lumotlar berib ketaman. Ya'ni soddaroq tushuntiraman. Keyingi matnlarda shu qonunda, ya'ni ko'proq uzun bo'lib ketmasligi uchun, chalkashlikka olib kelmasligi uchun qonunlar, normativ hujjatlarda deb ketib soddalashtirib ketaveramiz. Bu videomiz aynan advokatlar, yuristlar, huquqshunoslar uchun, balki aynan biznes egalari uchun. Shuning uchun soddaroq tilda tushuntirib ketishga harakat qilaman do'stlar. Tovar belgilari to'g'risidagi qonunda 10-moddasida aynan yozilgan, bunda nimalar ro'yxatdan o'tkazilmaydi. Ya'ni masalan, davlat belgilari, ramzlari, bayroqlari o'z-o'zidan tushunarli, bunga izoh ham shart emas. Keyingilari davlatning rasmiy nomlari, ya'ni davlatlarning rasmiy nomlari bor va xalqaro tashkilotlarning nomlari bor. Masalan, bularga nima kiradi? Mana NATO, misol uchun BMT, UNESCO, SHOS degan misol uchun mana xalqaro har qanday tashkilotlar bor. Ya'ni bu nomlarda tovar belgisi ishlatib bo'lmaydi. Hattoki siz masalan SHOS deb boshqa ma'noni ifoda qilgan taqdirda ham bu unaqa so'zlarni tovar belgisi sifatida ro'yxatdan o'tkazib bo'lmaydi. Keyingi davlatlarning endi rasmiy nazorat yoki o'sha sifat sertifikatini baholaydigan belgilar bor. Masalan, halol sertifikati, ISO sertifikati, O'standart sertifikati. Ya'ni bularda o'ziga yarasha, ya'ni belgilari bor. Buni ko'pchilik o'sha tovar anaqasi bilan mahsulotlarni realizatsiya qilayotganlar o'z mahsulotlariga joylashtirishadi. Bu unaqa holatlar ham, ya'ni bu belgilar ham rasman o'sha huquqiy muhofaza qilinmaydigan belgilar hisoblanadi. Bundan tashqari yana ilgariroq, sizdan oldinroq kimdir patentga topshirgan bo'lishi mumkin yoki tovar belgilarini tovar belgisi sifatida rasman ro'yxatdan o'tkazgan bo'lishi mumkin yoki talabnoma topshirgan bo'lishi mumkin. Bunaqa holatda ham ya'ni nima bo'ladi? Demak, ular o'tkazilmaydi. Keyin ya'ni nima deydi? Farqlash xususiyatiga ega bo'lmaydigan degan tushuncha ham bor. Ya'ni bu farqlash xususiyatiga masalan 3 4 5 degan raqam qo'ydingiz. Hech qanaqa bir farqlash xususiyatiga ega emas bu. Yoki misol uchun ertaga bir mobilni versiya yoki mobil dasturlar qilaman, platformalar qilaman deb bitta bir qanaqadir T harfi yoki B harfini qo'yib qo'yishadi. Yoki BL deb qo'yib qo'yishadi. Men endi misol tariqasida keltiryapman. Bular ham rasman ro'yxatdan o'tkazilmaydigan, ya'ni tovar belgilari hisoblanadi. Bunaqa holatlarda ham, ya'ni agar sizda shunaqa holatlar bo'lsa, bularni inobatga olishingiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari, ya'ni muayyan turdagi yana tovar belgilari bo'ladi. Ya'ni u to'g'ridan to'g'ri o'sha tovarni ifoda qiladi. Masalan, aytaylik termos. Termosda har xil nomlari bilan chiqadi, lekin umumiy ma'noda hamma uni termos deb biladi. Tamomda, misol uchun shu ma'noda yoki aytaylik Xerox. Ya'ni bir vaqtda Xerox degan rasman kompaniya bo'lgan, endi hozir har qanday kserokopiya apparati Xerox deb ketilgan. Buni holat, mana aspirin masalan, misol uchun dorini oladigan bo'lsak, bu holat ham xuddi shunaqa. Endi misol uchun yana bitta holati borki, sizni tovaringizni, ya'ni oxir oqibati nima bilan bog'liqligi borda, masalan, sifati, soni, xususiyati. Masalan, aytaylik, kir yuvish har qanday kukunlari yoki har qanday gellari bo'ladigan bo'lsa, kir yuvish kukuni deb tovar belgisi sifatida ro'yxatdan o'tkazib bo'lmaydi. Ya'ni bevosita o'zini o'zi ifoda qilyapti. Bundan tashqari yana chalkashtiruvga, ya'ni iste'molchini adashtirish darajadagi so'zlar bor. Bu nima degani? Masalan, aytaylik, novvoyxona, novvoychi dedi, lekin umuman faoliyat turi novvoychilik bilan nom bilan bog'liq emas. Aytaylik, u yo suv sotadi, yo spirtnoylar sotadi yoki boshqa narsa bir sotadi, xizmat ko'rsatadi. Ya'ni iste'molchi uni o'qiganda bu novvoychi deb o'ylaydi, lekin aslida tagida boshqa mahsulot bo'ladi. Xuddi shunaqa. Yoki un, oliy un deb qo'yadi, masalan, yoki oltin un deb qo'yadi, lekin aslida un bo'lmaydi, u makaron mahsulotlari bo'ladi. Ya'ni shu holatlarda ham yana ro'yxatdan o'tkazilmaydi. Keyin yana tovar belgilarida bilsak, ko'pincha tovar belgilari va o'sha biznesda rasman tashkil etilgan, ya'ni Science 1975 yoki 1985-yilda, ya'ni rasman o'sha biznesda, ya'ni tarixini ko'rsatib beruvchi o'sha sanalar bo'ladi. O'sha sanalar ham rasman ro'yxatdan o'tkazilmaydi. Bundan tashqari, iste'molchini chalg'itadigan so'zlar deyiladi. Iste'molchini chalg'itadigan deganda, ya'ni mahsulot bir joyda ishlab chiqarilgan, lekin iste'molchi qaraganda boshqa davlatda ishlab chiqarilgan degan unda noto'g'ri ma'lumotlar aks ettirilgan narsalar bo'ladi. Masalan, bu holatlar ko'pincha nimada kuzatamiz? Unlarda Qozog'istonda uni to'g'ri mashhurroq, nisbatan O'zbekistonga nisbatan o'sha uchun un ishlab chiqaruvchilar nima deydi? Tepasiga katta qilib brendini qo'yib qo'yadi, lekin qopini dizaynida Qozog'iston unidan yoki Qozog'iston bug'doyidan ishlab chiqarilgan deyiladi. Bu o'z-o'zidan bizning tovar belgilari sifatida ro'yxatdan o'tkazilmaydi va kelgusida rad qilinishiga olib kelishi mumkin. Endi yana misol uchun shunaqa narsalar bor, ya'ni jam manfaatlariga
zid bo'lgan belgilar. O'z-o'zidan endi so'zdan ma'lum jamiyat manfaatlariga deganda bir axloqsiz so'zlar bo'lishi mumkin. Ya'ni boshqa tilda u masalan axloqsizlik emas, aynan bizning so'z yoki axloqsiz bo'lib qolishi mumkin. Yoki aslida bizda to'g'riroq bo'lishi mumkin, lekin boshqa tilga tarjima qilganda u axloqsiz bo'lishi mumkin. Yoki yana bitta muhim narsa bor. Ya'ni shar'iy din bilan bog'liq bo'lgan, shariat bilan bog'liq bo'lgan so'zlar bor. Mana shariat o'z-o'zidan ya'ni nima? Poklikni ifoda qiladi, lekin bu narsalarda noto'g'ri narsalar ishlatadi. Masalan aytaylik, shariy islom dini bilan, tarixi bilan bog'liq bo'lgan qanaqadir bir maxsus elementni yoki atamani yoki voqelikni siz brend sifatida qo'ydingiz, lekin u brend bilan siz ust-boshda emas, balkim aytaylik bir nask ishlab chiqarasiz yoki ichki kiyimlarni ishlab chiqarasiz. Yoki umuman shar'iy nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, ya'ni harom mahsulotlarni ishlab chiqarishga qo'yilgan bo'lgan taqdirda bunday holatda ham bu ya'ni jamiyat manfaatlariga zid deb topiladi va bunday holatda ham tovar belgilari ya'ni nima rad qilinishga olib kelishi mumkin. Keyin yana shunaqa tushuncha bor. Mashhur shaxslar, atoqli insonlarni ismi shariflar bilan bog'liq holatlarni, ya'ni faqat familiyalar yoki ismi sharif bilan bog'liq holatlarni ham patentlashda masalan muammo bo'lishi mumkin. Masalan, aytaylik, Said Ahmad. Hamma Said Ahmad deganda bizda kimdir xayoliga keladi? Yozuvchini. Sherali Jo'rayev desak, ya'ni mashhur Ahmadli o'sha qo'shiqchini misol keltirish mumkin-da. Shunga o'xshaydi yoki Amir Temur misol uchun. Bunday holatlarda ularni nomlarini qo'yganda ularni aynan o'zi hayot o'zlari yoki merosxo'rlari yoki tarixiy shaxslar bo'lsa, ya'ni davlat bularga ruxsat bergan bo'lishi kerak. Shunday holat. Aks holda bunaqa holatlarda ham ya'ni o'sha atkaz bo'lishga olib kelishi mumkin. Endi yana bitta holat bor. Tovar belgilar sizdan oldinroq topshirilgan, lekin bizning iste'molchilar qaraydi, bu boshqa brend ekan-ku deydi. Oldiga yana bitta so'z qo'shib qo'yadi, o'tkazadi. Bunday holatda ham ya'ni ikkita so'zni elementdan bittasi o'z-o'zidan nima bo'ladi? Boshqa tovar belgisiga uje to'qnash keladi bo'ladi va uni huquqlarini ya'ni buzadigan holat yuzaga kelib qoladi. Buni holatda rad bo'lmasligi uchun o'sha sizdan oldinroq olgan tovar belgisi egasidan rasman rozilik olish kerak bo'ladi. Shundagina sizni tovar belgingizni ham uje o'tkazsa bo'ladi. Bitta muhim yana jihat borki, o'sha sizdan oldinroq tovar belgisi sifatida ro'yxatdan o'tgan va sizga rozilik bergan odam kelgusida sizni ustingizdan yoki sizni brendingizga nisbatan, sizni patentingizga nisbatan ustuvorlik huquqi yuzaga kelmaydi unda. O'z-o'zidan ya'ni bozorda ikkita o'sha tovarinizdek bemalol faoliyat yuritib ketaveradi degani. Bu uchun albatta o'sha tovar belgisi egasi bilan gaplashish kerak, bog'lanish kerak, undan rozilik xat olish kerak. Shundagina ya'ni tovar belgisi sifatida ro'yxatdan o'tkazib ketsanglar bo'ladi.